Murodjon Ahmadaliyev yoki Isroil Madriyev? Ikkalasi, bittasi ukam, bittasi o'rtog'im. Nimasini tanlash kerak hozir bu yerda? Biznes klassda ikkita joy bor. Bittasi sizniki, bittasi kimnikidir? Ha, bo'lmasa biznes klass bo'lsa agar Murodjon Ahmadaliyev yaxshi ko'radi. Murodjon tanlayman. Dmitriy Bivol yoki Rajab Butayev? Oy! Rajab Butayev. Nimaga? O'rtog'im, yaqinim, ukam. Reperlardan Shahriyor yoki Daler Ametist? Daler rядом, поэтому только Daler. Qaysi qo'shiqlar yoqadi? Qanaqa qo'shiqlari bor, hammasi yoqadi. Siz o'zingiz haqingizda aytdilar-ku, qo'shiqni aytib beringchi. Slap him then. Do something about it. Shahram G'iyosov, dalishni bilmayman, Shahram G'iyosov. Hasanboy Do'stmatov yoki Bahodir Jalolov? Ikkalasi ham do'stim, u tanlab bo'lmaydigan narsalarni aytmang, iltimos. Kovlarini ham vazirlari sizniki bilan teng emas. Teng emas, to'ppa-to'g'ri. Qaysi birlari bilan ringga chiqardingiz? Bilib turib shuni. Bilib turib, baho bilan toshda tushmayman, yiqilgim kelmayapti. Demak, Hasanboy bilan tushaman. Hasanboy aka, Odilbek Hasan akani yiqitmoqchisiz. Jo'rajon, kechir endi meni. Turib shu qilmoqchiman. Mayli. Hind kinolarini yaxshi ko'rar ekansiz. Men bildim bu savollarni kim beryapti sizga. Amirxon yoki Shohruxxon? Shohruxxon. Shohruxxonni o'ynagan rollaridan, qahramonlardan qaysi birini sizga taklif berishsa, shunaqa imkoniyat bo'lsa, qaysi birini o'ynagan bo'lardingiz? Vera va Zara bo'lsa kerak. Zara kim bo'lardi? O'zbek aktrisalaridan yoki qo'shiqchilaridan? Endi unisini bilmadim. Agar hozir aytsam uni uyga qo'yishmaydi meni. Yoki mayli hind aktrisalaridan? Priyanka Chopra. Ismoil Ochilov yoki Akmal Giyasov? Bittasi ukam, bittasi o'rtog'im. Dalar я тебя убью, конечно. Ukam mendan xafa bo'lmaydi, значит Ismoil Ochilov. Milliy TV yoki Milliy TV. Bu savol 100%. Siz uchun Milliy TV deyman endi. Rahmat.